Kechamizning, davramizning aziz mehmoni, mezbonlari, xonimlar va janoblar, barchalaring o'z joylaringga joylashib olasizlar. Albatta, davralarimizni, kechalarimizni, go'zal qismlarimizni, badiiy qismlarimizni ijozatlaring ostida, ruxsatlaring ostida chiroyli salomlar bilan oshirlar ekanmiz. Avval salom sizlarga, kampirlari, qizlariga, og'zapolli chollarga, jinsiy kiygan bollarga, xush kelsanda turganlarga, ellik urganlarga, karnaychi, doirachiga, qo'shiqchi, videochiga, mani tinglab turganlarga, tinglamay labim burganlarga, o'sha yigit kim ekan deb qarab qo'yganlarga lutf bilan assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Yaqin uzoqdan, shahar qishloqdan, Rossiya tanlash yo'lkasining eng go'zal qo'shnilaridan biri bo'lmish Nijnovatsk shahrida Ovijon akamning xonadonlarida boshlagan to'ylarida, oltindan ostonada, ushbu koshonada, mehmonxona Murodxonada, Nexitiko damaslarda, Yandex taksilarda uchib, ushbu ayroning go'zal fayzini quchib, Meali to'yxonasiga kelgan barcha aziz mehmon, mezbon xonimlar va janoblarga eng avvalo xonadon sohibi to'yganlari, to'y boshchilari nomidan xush kelasizlar, qadamlaringga hasanotlar deymiz.